2025-yil qiziqarli hamda bir muncha sinovlarga boy yil bo'ldi. Ma'lum bir jarayonlar uddasidan chiqdik, ma'lum bir jarayonlar uddasidan chiqmadik. Bunga albatta jamoamiz a'zolari real bahoni berishadi deb o'ylayman. Talabalarimizning ham bilim sifati oshib boryapti. Bu bugungi kunda olimpiadalarda erishayotgan yutuqlarimiz buni misol. Shu yilgi sarhisob qiladigan bo'lsak, albatta ushbu yilda talabalarimiz juda ham yuqori natijalar ko'rsatdilar. Sizlarni kirib kelayotgan 2026 yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Talabalarimizni keyingi o'qishlariga, keyingi yutuqlariga omadlar tilab qolaman. Kelayotgan yangi yil hammalaringga omadli, quvonchli yil bo'lishini tilakdoshiman. Kelajakda nimaki yaxshi niyatlar, orzular qilgan bo'lsanglar, yetishlaringni tilakdoshiman. Kelayotgan 2026-yil o'tgan 2025-yilda erishgan nazariy bilimlaringiz va amaliy ko'nikmalaringizni yanada mustahkamlanishiga tilakdoshman. 2026-yil barchamiz uchun omadli bo'lsin. Barchangizda qanaqa ezgu niyatlar, tilaklar bo'lsa, ushalishida albatta tilakdoshmiz. Oilangizga, faoliyatingizga omad va baxt tilayman. Shuningdek, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi professor o'qituvchilari nomidan ham barchangizni yangi yil bilan qutlab qolamiz. Hurmatli jamoamiz, sizlarni kirib kelayotgan yangi 2026-yil bilan tabriklayman. Barchangizga kirib kelayotgan yangi yil, yangi marralar, yangi quvonchli kunlarni, quvonchli lahzalarni olib kelsin. Yangi 2026-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. 2026-yilda yaxshi kayfiyatlarda, sog' salomat, yana yutuqlar bilan birgalikda sizlar bilan uchrashish nasib qilsin. 2026-yil o'tgan yillardan ko'ra barakatli hamda fayzli kelishini tilab qolaman. Barchani ishlariga omad.